Yuqorida nomusga tegish va boshqa shunga o'xshash jinoyatlar haqida yaxshi qonuniy yechim berdingiz. Amaliyotingiz davomida shunga o'xshash misollar keltira olasizmi? Bu biz uchun qiziq mavzu. Albatta, yaqinda bo'lgan holat bo'yicha to'xtalaman. Faqat shaxsiy sir tutiladi. Xo'p, voyaga yetmagan 16 yoshga, ya'ni aniqroq aytadigan bo'lsam, 16 yoshga to'lmagan qizni ota-onasi tomonidan ichki ishlar idoralariga ariza bilan murojaat qilingan. Qizimni nomusiga tegilgan degan mazmunda ariza yozilgan, lekin dastlabki tergov organi surishtiruv davomida haqiqatdan ham shaxsni, o'sha yigitni 118-moddasi bilan ayblov xulosa bilan sudga chiqargan. Delani, bizning tilda del aytiladi. Shu delani sudga chiqargan. Sud jarayonida oydinlashgan holat, qiz haqiqatdan ham o'zini xohishi bilan, o'zini yaxshi ko'rgan yigiti, to'g'ri 16 yoshga to'lmagan bo'lishi mumkin. 15 yoshar, aniqroq gapiradigan bo'lsak, 15 yoshar qiz. Lekin o'zini yaxshi ko'rgan yigiti bilan tabiiy yo'l bilan jinsiy yaqinlik holati vujudga kelgan. Oddiyroq qilib tushuntirsak, o'g'il bola bilan qiz bola bir-birini yaxshi ko'ryapti. To'g'ri, yigit voyaga yetgan bo'lishi mumkin, lekin yaxshi ko'rgan qizi voyaga yetmagan, o'zi bir-birini xohlab yaqin bo'lyapti ular. Tabiiy yo'l bilan yaqinlik bo'lyapti. Sud jarayonida oydinlashdi, qiz haqiqatdan to'g'risini gapirib berdi. Men o'zim yaxshi ko'rgan yigitim, o'zim xohlab birga bo'lganman. Buni hech qanaqa aybi yo'q, buni meni majburlagani yo'q, yoki urib so'kkani yo'q, yoki qo'pol munosabatda bo'lgani yo'q, zo'rlagani yo'q deb ochiqchasiga aytdim. O'zim xohlab birga bo'lganman, deyapti. Ota-onamga tushuntirdim, tushunishmayapti, deyapti. Bunaqa holatda sudda barcha holat oydinlashdi. U shaxsga nisbatan, o'sha yigit kishiga nisbatan Jinoyat kodeksining 128-moddasi bor. Aynan u qizni voyaga yetmagan holatini bilib turib jinsiy yaqinlik qilgani uchun u shaxs qamoqda edi. 128-moddaga qayta kvalifikatsiya, qayta o'tkazilganidan so'ng sud zalidan ozod qilindi va uy qamog'i berildi u shaxsga. O'zidan bu yoqda tergov organi ishni oxiriga yetib bormagani, ishni asl mag'zini ochib bermagani, qiz bilan misol uchun qiz o'sha payt ham tergov jarayonida ham ko'rsatma bergan. Ota-onasining arizasi sabab bilmayman, nima sabablar, nima asoslarga ko'ra ayblov xulosani 118-modda. Endi 118-modda deyilganda nomusga tegish bu oddiy shaxslar ham, fuqarolar ham, u nafaqat yurist bo'lishi shart emas, bu uchun yoki advokat bo'lishi shart emas. Oddiy fuqarolarning ham nazdida fikricha bu juda og'ir, o'ta og'ir jinoyat hisoblanadi. Haqiqatdan ham qonun doirasida ham o'ta og'ir jinoyat hisoblanadi. Chunki sanksiyasi ham 5 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi bor. Unga ochiq jazoni o'zi yo'q. Jinoyat kodeksida 118-moddasida. Sud jarayonida boyagi holatim aytgan holatim 128-moddaga qayta o'tkazildi. Bola ozod chiqib ketdi. U sud jarayonidan ozod chiqib ketdi.